Assalomu alaykum. So'nggi xalqaro yangiliklarga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Donald Trump tomonidan Eron masalasida bildirilgan keskin bayonotlar yana keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ayrim tahliliy manbalarda ehtimoliy bosim choralarining muhim port shaharlari bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi qayd etilmoqda. Biroq hozircha rasmiy darajada tasdiqlangan harbiy harakatlar haqida aniq ma'lumot berilgani yo'q. Vaziyat asosan diplomatik bayonotlar va siyosiy izohlar doirasida baholanmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Fors ko'rfazi hududidagi portlar strategik jihatdan muhim hisoblanadi. Ushbu hududlar orqali xalqaro savdo yo'llarining katta qismi o'tadi. Ayniqsa energiya resurslari eksportida bu portlarning o'rni katta. Shu sababli siyosiy keskinliklar paydo bo'lganda, birinchi navbatda logistika, yuk tashish tizimi va global bozorlar e'tibor qaratadi. Tahlilchilar bunday bayonotlar iqtisodiy barqarorlik va energiya narxlariga ham ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytmoqda. Rasmiy manbalarga ko'ra, hozirgi vaqtda tomonlar o'rtasida vaziyatni keskinlashtirishga oid tasdiqlangan qarorlar e'lon qilinmagan. Diplomatik doiralarda muammolarni muzokaralar orqali hal qilish muhimligi ta'kidlanmoqda. Xalqaro hamjamiyat vakillari ham barqarorlikni saqlash va keskin bayonotlardan tiyilish zarurligini eslatmoqda. Ayrim ekspertlar bu kabi bayonotlar ko'pincha siyosiy bosim vositasi sifatida ishlatilishini, amaliy harakatlar esa alohida rasmiy qarorlar orqali e'lon qilinishini qayd etmoqda. Shuningdek, port shaharlari tilga olinishi global savdo tizimi uchun muhim signal sifatida baholanadi. Chunki bu hududlar neft tashish, konteyner logistika va dengiz transporti uchun asosiy markaz hisoblanadi. Shu sababli har qanday siyosiy bayonot yoki keskinlik jahon bozorlarida muhokamalarga sabab bo'ladi. Kuzatuvchilar vaziyatni diqqat bilan monitoring qilish zarurligini ta'kidlab, rasmiy ma'lumotlarga tayanish muhimligini eslatmoqda. Hozircha ochiq manbalarda vaziyat keskinlashgani haqida aniq tasdiqlangan ma'lumotlar yo'q. Ekspertlar tomonlarni ehtiyotkorlikka va diplomatik muloqotni davom ettirishga chaqirmoqda. Yangiliklar rivojini kuzatishda davom etamiz. Siz ham so'nggi xalqaro voqealardan xabardor bo'lib borish uchun kanalga obuna bo'ling.